Taniqli so'z ustasi Shukrullo Isroilovga tegishli Mercedes-Benz rusumli avtomobil o'g'irlab ketildi. Bu haqida UzReport telekanalining navbatchilik qismi ko'rsatuvida xabar berildi. Ko'rsatuvda aytilishicha, qiziqchi mashinasi olib qochilganini sezishi bilan ichki ishlar organlariga xabar bergan. Olib qochilgan transport vositasi Uchtepa tumani Zargarlik ko'chasida to'xtatildi. Transport vositasi va uni boshqargan shaxs jinoyat qidiruv bo'limi xodimlariga topshirildi deyiladi lavhada. Ma'lum bo'lishicha, transport vositasini 1998-yilda tug'ilgan Sherzod ismli shaxs uning ochiq qoldirilganidan foydalanib olib qochgan. Shu mashinani haydab ko'rishga qiziqardim. Mashina ochiq turganda, oldida hech kim yo'q edi. Unga o'tirib haydab ketdim. Shahar aylanib, Uchtepa tumanidagi moykaning oldiga borib to'xtab turganimda, yo'l patrul xizmat xodimlari mashinasida kelib ushlashdi. Qilgan ishimdan afsusdaman deydi avtomobilni olib qochgan shaxs. Mashinamni qulflamasdan kilitini ichida qoldirib bir joyga kirib ketdim. Ishimni bitirib qaytib chiqsam, mashinam yo'q. O'zimcha kimdir men bilan hazillashgisi kelibdi deb o'yladim. Keyin 102 ga qo'ng'iroq qildim. 10 daqiqada mashinamni topib berishdi. Hurmatli hamshaharlar, hushyor bo'lamiz. Mashinangizni umuman ochiq qoldirmang deydi Shukrullo Isroilov. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan.